Ko'pchilik bu videoni kech ko'rib afsuslanadi. Siz esa Turkiya universitetlarida 50% grant bilan talaba bo'lish haqida hoziroq bilib olasiz. O'zbek talabalari orasida mashhur bo'lgan, kontrakt narxi arzon bo'lgan Yeni 100 yil universitetida qabullarimiz ochiq. Yeni 100 yil universiteti Istanbulning qoq markazida joylashgan, o'zbek talabalari tomonidan eng ko'p tanlangan universitet. Eng mashhur yo'nalishlardan bo'lgan huquqdan tortib biznes, muhandislik va logistikagacha o'zingiz xohlagan yo'nalish talabasi bo'ling. Qolaversa, talabalik davringizda Yevropaga chiqish imkoniyati ham bo'ladi. Hozirda 50% chegirma bilan kontrakt narxi atigi $2300 dan boshlanadi. Yeni 100 yil universitetida xalqaro diplomni qo'lga kiritib, magistraturani Yevropada davom ettiring. Bugun qaror qilsangiz 1 yil vaqtingizni yutib olasiz. Siz faqat pasport va attestatni olib keling, qolganini bizga qo'yib bering. Yeni 100 yil universitetimizda qabullarimiz shu oyning oxirigacha davom etadi. Lekin bu narxda 15 ta talabaga joylar mavjud. Shoshilamiz. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va aviachiptani bizning hisobdan qo'lga kiriting.